Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jaloliddinov. Xo'sh do'stlar, bu galgi bizning videoroligimizda Jahon chempionatidan so'ng reytingi ko'tariladigan futbolchilar haqida sizlarga odatdagidek video qo'yib beraman. Videoni boshlashdan oldin esa like bosib qo'yib, kanalimizga do'stlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videoroligimizni davom ettiramiz. Xo'p do'stlar, Jahon chempionatini ko'rdinglar, mazza qildi. Men ham ancha o'zi futbol ko'rib, miya ancha dam oldi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, Yamal haqli Jahon chempionati yutishga. Messi 2 marta yutsa уже nima desam bo'lardi, juda ham bir ko'tarilib ketardi. Messi to'g'risi men o'zi xohlamayotganim, yutmagani yaxshi bo'ldi. Chunki Ronaldo yutmaganda. Baribir 2x bo'lib turib, mana 0x bo'lib tursa g'alati bo'lib qoladi. Shunga o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar, lekin Ronaldoni ham, Messini ham muxlisi emasman. Xo'p do'stlar, bo'lmasa men sizlarga bitta video qo'yib beraman. Jahon chempionatidan so'ng o'zi ancha-muncha reytingi tushib ketgan futbolchilar ko'pi ko'tariladi. Hozir reytinglarini ko'rib, statistikalarni ko'rib, bemalol tahlil qilsanglar bo'ladi. Men esa videoni qo'yib bersam. Xo'p do'stlar, mana videoni ham ko'rib oldinglar. Bunaqa videolar 100% birinchilardan bo'lib Jaloliddinovda chiqadi. Jaloliddinovdan keyin esa hech kimda chiqmaydi, chunki O'zbekistonda bunaqa content maker yo'q. Yaxshi yangilik qiladigan. Endi kimdirlar menni olib Telegramga tashlab qo'yishi mumkin. Birinchilardan bo'lib Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki Telegram kanaliga birinchilardan bo'lib shunaqa yangiliklarni tashlab qo'yaman. Keyin esa 3 kun, 4 kun, 1 hafta vaqtga qarab YouTube'ga kontent qilaman. Shuning uchun do'stlar, Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalining ssilkasini esa kommentariyadan topasizlar. Hozircha do'stlar, shulardan videomiz iborat edi. Xudo xolasa, endi kuz yaqin, yoz почти 3 dan 2 qismi o'tdi. Endi xudo xolasa ko'proq kontent qilamiz. Xudo xolasa 24 soat ichida 500 soatlar yig'ib qo'ysanglar, Champions kartalar haqida do'stlar sizlar bilan tahlil qilaman. Champions kartalar 99% kuzda keladi.
Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.